Oxirgi payt ko'rgan bo'lsalaringiz, maska haqida gapirmoqchiman. Shu maskani ishlab chiqarayotganlar, olib kelib sotayotganlarga ozgina murojaatim bor. Odamda baribir aka insof bo'lish kerak, ustoz. Maskani sotgandan keyin insof bo'lish kerak. Masalan, sifatsiz. Bitta maska 1 oyga yetmayapti. Umuman, 1 oyga bormayapti-da, uzilib ketyapti yonida iplari. Ki biznikilar lekin maska ishlatishni boplashdi lekin. Bizda zo'r, hali mashinani kaliti turadi, hech yetaydi ilib qo'ylar. Bizda maska o'sha yerda turadi. Xotin chiqib ketdi. Dadasi maska menda xavotir olmay magazinga chiqib kelgan. Bitta maskani 5 kishi ishlatdi. Zo'r, lekin ayollarga zarar bo'ldi. Ayniqsa modniy qizlarimizga $500 labda botoks qildirgan labini 5 so'mlik maska shunday to'sib qoldi. Lekin mo'ylovi bor qizlar rosa yutdi. Maskani orqasida. Ya, menda zo'r bo'ldi. Ustoz, endi erkak kishimiz ko'chada yuribman, begona qiz bilan maskalar taqib olganmiz, parkda yana. Marojnaga balamanman. Mana qilib ketsa, xotin kelyapti. O'ldim deb tursam, indamay tanimay o'tib ketdi. Maskani foydasi. Azizlar, menimcha navbatdagi sahna ko'rishga o'tsak bo'ladi, chiroyli qarsaklar bilan. Sahna ko'rinishimizning nomi ko'rmaganni ko'rgani ko'rsin. Ya'ni bir-birini bir tiyinga olmaydigan ikkita boy Orolda. Boshladik. Ketdik. Alisher boy. Oybek boy. Yaxshimisiz? Sog'la yaxshimi? Sizmi? Charchamay. Rahmat. Voy, gapirmang. Mana charchamay qo'yganimga bir 30 yil bo'ldi-yu. O'tiramizmi? Yaxshi niyat qiling. Bu ketishda o'tiramizmi demayapman. Charchagandirsiz, o'tiramizmi deyapman. O'tiramiz. Orol qalay, Orol. Shu Orolda dam olasizmi? Dammi zo'ri mana shu Orolda. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Chunki bu meni dengizimdagi Orolda. Zerikdingizmi deyman, bu PlayStation'dan pul turibdi. Endi shaxmat o'ynab boshni og'ritib o'tiradim. Bugun bir PlayStation'chilik qilaylik, o'y. Qiling, qani. Qani boshlaymiz bo'lsa. Hozircha to'xtatib turing. Ha. Odam yugurib chanqiydi-da. Ichishga bu narsa aytaylik. Bo'ldi. Xizmatkor. Eshitaman. Salom alaykum. Dunyoda ikkita qolgan bug'i bor-da. Aha. O'shani shoxidan ikkita rumka olib kelgin. Xo'p. Nima ichasiz? Men jana qimmat narsa ichmayman. Kit tepaga sepib turgan suvdan bir piyala yetadi. Aha. Bo'ldi. Shuni o'zimi? Yo'q, menga hozir tomon orib turibdi. Muzday narsa mumkin emas. Ana kenguruni xaltasi bor-ku. Aha. O'shanga achchiqqina ko'k choy damlab chiqqan. Bo'l, erkak kengurudikigami? Erkaknikida o'zing ichasan, jenskiysiga damlash qilsan. Xo'p, bo'la. Davay. Xo'p, bo'la. Boshladimi? Boshladi u. Menga qarang. Ha. Aytgandek, mana malyar tanishlaringiz yo'qmi? Nimaga? Chunki men qora dengizning rangi yoqmayapti, oqqa bo'yatmoqchiman. Lekin malyar tanishlarim bantu hozir. Nimaga? Oqtepani bilasizmi? Ha? Shuni qizilga bo'yatyapman. Qip qizil tepa qilmoqchimisiz? Ha, bilasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi mana dengizni oqqa bo'yatsangiz, uning ichida akulalar nima qilasiz? Akula tugur boshqa bitta baliq ham yo'q bu dengizda. Nega? Hammasini akvariumga olib borib qo'ydim. Ha. Chatoyish bo'ldi-da. Nima bo'ldi? Bolalarim akvariumning suvini alishtiraman deb 600 ta akula, 300 ta kit, boshqa baliqlar hammasini rakvinaga oqizib yubordi. Endi bola-da, nima deysiz, bola. Bola. Alo. Ha, o'g'lim. Nimaga telefon qilyapsanlar? Kelgan bo'lsa, sho'tchiga qaralaringda, olib qollaring.
Bo'ldi. Ha, nima gap, tinchlikmi? Gazdan kelishibdi uyga. O'tgan oydan qarzi bor edi, to'lagan olib kelishibdi pulni. O'g'lingiz olib qoldimi, bo'ldim pulni? Bo'lmasa o'chirib qo'yaman-da gazni. O'g'lim deganingizga. Ha, Meni ham o'g'lim narsa aytvordi. nima aytvoring? Qaytishingizni salondan bir 50 ta Malibu olib oling dedi. Eslatarsiz hali ketayotgan. Yangi yilga sovg'aganmi, namchi 50 ta. Yo'q, sovg'aga unaqa past sovg'a bermayman-man. Ha. Archaga yasatarmish Malibudan o'yinchoq. Endi haqiqatda o'yinchoq bop mashinalarda bular. Ha. Siz mashinaga qiziqasiz-ku? Ha. Mana Mercedes oxirgilari hammasi anu tomi panoramniy chiqyaptimi? Ha, zo'r chiqqan. Oynalimi? Oynasi baquvvat lekin. O'shani burchatkaga terdirmoqchi edim, sirpanmasmikan oyoq? Oyoqni tegi terdirmoqchi. Ha. Sirpanmasa kerak, endi paypog'ingiz kojinniy-ku. Timson terisidan. Shunaqa Zo'r lekin. chiqadi lekin. O'zingiz nima mashinada yuribsiz? Oddiy BMW X2 955 12 Pro Boeing. Hamma kompaniyaga yasattiribsiz-da o'zi. Ha, siz uni tonirovkasini ko'ring. Yo'q-e, neobычный qildirdingizmi? Ha, Qani, nima? teskarisiga ichkaridan torttirganman. Unda hamma mashinaning ichida siz ketayotganingizni ko'radi-yu, boy. Gap o'shanda-da, men hech kimni ko'rgim kelmayapti. Gap yo'q lekin. Odamchi o'tiraversa hamchi mana suyeli qovushib ketar ekan. Ha, mashq qilib turish kerak, to'g'ri. Xizmatkor. To'xtatib turaymi? Ama o'tiraveribchi odam suyaklari qovushdi. Tushunding? Bo'l. Ozgina bo'yinni ham, bo'yinni. Ha. 2 marta o'tirib tur, 2 marta. Bo'ldi, yengil bo'ldim, rahmat. Belni nima qildingiz? Va shu og'rib ketdi. Maza qilib yubordim, bo'ldi, rahmat. Qaytaring. Hamma futbolda yugurib odam qonni ochganday bo'ldi. Kiribdako yengilroq narsa yeb olgin. Xo'p bo'ladi. Mana qara shirinlik yeb yurma, qara qorinni ozish kerak. Davay. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Sizni qorningiz ochsa bu ovqatlanarlar. Oshqozonni bunga o'tkazib qo'yganman. O'zingizchi, tez qorin ochib turadimi? Yo'q, men oshqozonga 50 yilga pul to'lab qo'yganman, ochmagandim. 50 yil vahshiy ochmaydimi? Ochmaydi. Gap yo'q, omadingiz bor ekanlar. Omad bor. Beraymi kserokopiya qilib bardachogingizga tashab qo'yasiz. Oborasiz-da, o'zingizchi. Ha. Kadastrda tanishlar yo'qmi? Kadastrda? Ha. Bor, tinchlikmi? Ana oyga qurgan uchastkam bor edi-yu. Ha. O'sha snosga tushibdi. Snosga tushibdimi? Yo'l tushar ekanmi? Buzishyapti. Sergelidan berishgandir dommi ham. Yo'q, Ha. Xonsaroydan. Qaysi o'zimiz Xonsaroydanmi? Ha. Unda xafa bo'lmang. U Xonsaroydan oy tugur, boshqa joydan uchaskingiz bo'lsa ham ola olmayapti odamlar. Yo'q, Xonsaroy yaxshimi? Tashagan, yoritib tashagan. Men Messini qarang tepganni. Shunaqa ham tepa. Shu tepaga tepdi. To'rtburchakni qattiq bosib yuborsiz, nima qildingiz? Yo'q, endi bunaqa tepmaydi-da, yo'q. Bunaqa. Noto'g'ri bosgansiz. Yo'q, qanaqa noto'g'ri bosishim mumkin men bu yerda? Ana, men qayerdan bilaman. Ha, Messi, tinchlikmi? Shunaqa ham tepadimi? Xo'jaya, siz to'g'ri bosasiz, biz niyatda o'ynayapmiz, bilasizmi shuni? Charchabsanmi? Charchadim lekin, yo'q. Eblolmasang, bunaqa tepishli bo'lsa-chi, chiqib ketdir, o'rningga benzema tushsin. Ha, benzin chaqiring. O, qanaqa benzema tushadi? U Realda o'ynaydi-yu, boy. Maqtdi, soqqasini olgandek o'ynaydi, oq-qora bo'lib yuraveradi, orasida ajralib turadi. Bor, benzemani o'rniga bor, shashlikka qara uchishsin. Gap yo'q lekin, mana bu. Shunaqa ham o'ynaydimi? Ana tushyapti o'zi. Menga qarang. Ha? O'tgan oy Amerikaga borib kelibsizmi? Ha, borib keldim. Ana Trump ishdan ketibdi-yu. Kim? Trump ishdan ketibdi. Qayerga ketadi o'zi? Endi keldi-yu ishga. Qayerga keladi? Menga shopirlikka. Trump siz ishlayaptimi? Ha, u yoqdan ketgandan sirasi menga ishga keldi. Trump
Yes, sir. Qarachi bolalarni o'qishdan olib uyga olib kelganda, Okay. keyin keyin magazinlarga tashlab qo'ygan. Okay. Trump, WhatsApp. I am fine. Qanaqa I'm fine. WhatsAppdan yozdim o'tgan kuni. O'shaga qara endi. Okay, Vaqti okay. yo'q, boy yugurda endi. Sizga nima endi? Amerikada. Sir. Money, money. Qaysi moni? Money. Ani katta darvoza bundoq tepaga ochiladigan kirasanlar pastda endi. Okay. O'sha darvoza emas, u tortma o'zi. O'sha yerda pul bor, olib chiqasan, xo'pmi? Okay, okay. Trump menga qara. Amerikada yer nesh pul bo'lyapti? Sotigami? Qanaqa sotiga? O'zi umumiy, общий. Oh, bilmayman. Bo'pti, borur. Okay. Ishdan ketganman. Tanish bilishlar bo'lsa so'rash kerak shu Amerikani, polni, hammasini. Sotib olasizmi? Ha, olmoqchiman. Nimaga? Navoiy City quraman hamma yoqqa. O, AQShga qurib Navoiy City. AQSh ham naqsh bo'lib ketagan. Endi to'g'risida Sulton saroy bilan polni, ya'ni sherxonlardan qurib tashlamoqchiman. Nega unaqa? Qachongacha xarob uylarda yashaydi ular? Normalniy joylarda yashaydi. Quring. Quramiz. Borida qurish kerak. Mana qarang, o'tiramizmi o'sha PlayStation o'ynab? Nima qilamiz? Bundoq Krilovan o'rmonning ichida zo'r massaj olsa bo'ladigan joylar bor. O'yinchilar nima qildi? Bo'ldi. To'xtatamiz. Davay, ani koptoni olib qo'ylaring. Skat terisidan qilingan. Qo'l bilan ushama to'kirib oladi. Rukaga-da. Rukaga, mana qarang. Ha. Hozir kiramiz o'rmonda. Ayu massaj qiladi. Ayu qanaqa massaj qiladi? Voy, siz asalli belga surib shunday yoting, ko'rasiz, relaks. Yomon. Polni, o'rmonni pulini to'lab qo'ygan. Assalomu alaykum. Qarshingizda farg'onalik futbolchi, farg'onalik boshlovchi Kamil Elmurod Haqnazarov. Xush kelibsizlar. Farg'onalik. Hurmatli janoblar va xonimlar, dizayn jamoasining navbatdagi konsert dasturida barchalaringizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz va albatta har gal konsertimizda bo'lganidek bu safar ham mehmon san'atkorlar taklif etilgan. Gulduros qarsaklari sadosi ostidaman maydonga 2 nafar hujumchilarimizni taklif qilmoqchiman. O'zbek estradasining yorqin ijodkorlari Benom guruhini taklif etaman. Qarsanglar! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana sho'xi sizga. Nahotki tugadi sevgi, nahot bizni aldadi. Sevishganlar rolimiz bizsiz yakunlandi. Ayt sevgi shartlarimizda yoki kechish mumkinmidi, yoki so'ngan ko'zlaringni sezishim kerakmidi. Yuragim o'zinglar olgin, u endi kerak emas, u sensiz yo'q emas. Yuragim o'zinglar olgin, u baribir ko'na olmas, o'zgani seva olmas. Muzlagan vujudim go'yo yolg'izlik taqdir menga, hatto ogohlantirmading og'ir yuragimga. Yetar jim bo'ldi gapirma, hammasi ayon menga. Kecha sen meniki eding, bugun esa
yuragim o'zinglar olgin u endi kerak emas u sensiz yurag emas yuragim o'zinglar olgin u baribir ko'na olmas o'zgani seva olmas yuragim yuragim seni unutmas sendan o'zgani tan olmas sen ketganingdan keyin sevolmadim hech kimni yuragim o'zinglar olgin u endi kerak emas u sensiz yurag emas yuragim o'zinglar olgin u baribir ko'na olmas o'zgani seva olmas nahotki tugadi sevgi Qarsaylaringiz bo'lsin Benom guruhi. Rahmat. Tashakkur, rahmat.